Assalomu alaykum hammaga. DTM geometriya tushgan bir ajoyib savol yechimini ko'rib o'tamiz. Bu yerda trapetsiyaga aylana ichki chizilgan. Mana trapetsiyaga aylana ichki chizilgan va u trapetsiyani o'rta chizig'ini aylana 3 ta qismga ajratgan. Birinchi qismi 3, ikkinchi qismi 24 va uchinchi qismi 8 ga teng. Trapetsiyaning kichik asosining uzunligini toping. Xo'p, chizmaga yaxshilab e'tibor beramiz. Bu yerda o'rta chiziqning vazifasi nima? O'rta chiziq trapetsiyani diagonalini ham, balandligini ham, shu yerda o'tgan har xil chiziqlarning hammasi balandlik, nima bo'lsa ham tengligi bo'ladi o'rta chiziq, to'g'rimi? Bu o'rta chiziq demak, mana bu trapetsiyaga ichki chizilgan aylanani ham tengligi bo'ladi. U nima degani? Mana bu diametr degani, mana shu 24 bor-ku. O'sha diametr vazifasini bajaradi degan. Endi-chi, unda nima qila olamiz? Bu diametri 24 bo'lsa, radiusi 12 bo'ladi, to'g'rimi? Bu yoq 12, bu yoq ham 12. Balandligi necha bo'ladi shundagi? Balandligi ham 24 bo'ladi. Endi mana bu chiziqlarni tutashtirib olsak, bu chiziqlarimiz bisektrisa bo'ladi, to'g'rimi? Bisektrisa degani ichki chizilgan aylana markaziga tushirilgan mana bu chiziqlar bisektrisa bo'ladi. Bisektrisa burchak tengligiga bo'ladi. U degani mana bu ikkita burchak yig'ilsa 180 ku, yarimlari 90. Shuning uchun mana bu perpendikulyar bo'ladi mana shu chiziq. Ya'ni bu 90 gradus. Bu to'g'ri burchakli uchburchak. To'g'ri burchakli uchburchakda mana bu medianami? Mediananing vazifasi nima edi? To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan mediana gipotenuzaning yarmiga teng. Shunda bu mediana hozir 15 ku. Demak, mana bu yog'i ham 15. Mana bu yog'i ham 15 ga teng, to'g'rimi? Xuddi shunday bu tomondan ham yasab olsak bo'ladi. Bu tomonni ham chizib oladigan bo'lsak, mana bu ham mediana, ya'ni bu 20 bo'lsa, bu yog'i ham 20, bu yog'i ham 20. Yon tomonlarni topib oldik. Endi asosni topishimiz kerak. Xo'p, asosni qanday topamiz? Qarang. Aylanada mana bu qism urinma, to'g'rimi? Mana shu nuqtadan bu nuqtagacha mana A, O urinma. Mana buni B, mana buni C deydigan bo'lsak, A, O ning kvadrati, ya'ni urinmaning kvadrati. Mana bu yerda D deydik, deya qolaylik. A, D ni A, C ga ko'paytmasi bo'ladi, to'g'rimi? A da bizda 3, A, O nimaga teng bo'ladi shunda? 3 ko'paytirilgan. Mana bu masofa 3, jami esa 27, 81. Unda A, O bizda 9 chiqadi. Bu nima degani? Qarang. Mana bu masofa 9 ga teng ekan, to'g'rimi? Bu 9 ga teng bo'lsa 15 ku, yo, mana bu 6 ga teng bo'ladi. Shunda mana bu qismi ham 6 bo'ladi. Mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha ham 6 chiqadi. Xuddi shunday bu tomonni hisoblab olsak, mana bu nuqtagacha bo'lgan masofani urinma deb 8 ning 32 ga ko'paytmasi bo'ladi. Bu 256 chiqadi. 8 mana bu qismgacha jami 32. Mana 12 lar qo'shib chiqdik. 256 dan 16 chiqadi. Demak bu 20 bo'lsa, bu yoq 4 bo'ladi, bu yoq ham 4 bo'ladi. Shunda bizda kichik asosi nimaga teng desa 6 plus 4, ya'ni 10 ga teng bo'ladi. Demak, trapetsiyaning kichkina asosi mana bu 10 ga teng ekan. Agar mabodo katta asosini so'rab qoladigan bo'lsa, bu 20 chiqdi-ku, mana 16 ni qo'shsak 36 bo'ladi. Mana bu qismi ham 36 bo'ladi. Bu 15 chiqdi, bu bilan 9 qo'shsa 24. Bu yog'i ham 24. 24 ga 36 ni qo'shadigan bo'lsak, necha bo'lar ekan? 60 bo'ladi. Tushunarli, a? Agar bizda kichik asos desa 10 chiqdi, mana kichik asos. Kichik asos bu katta asos. Xo'p, video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta podpisatsiya bo'lib, like bosib qo'ying va geometriya qiyin degan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hammaga rahmat.